Bizi o'zbek mentalitetida shu narsa juda ham odat bo'lib qolgan, ya'ni nima? Любой narsani non bilan yeymiz. Даже nonni ham non bilan yeyishga o'rganib qolingan. Shuni hisobiga bizni yeydigan, iste'mol qilib turgan ovqatimizni kaloriyasi o'zidan ham yonidagi qo'shimcha nonni o'zi bilan katta ob'yomga chiqib ketib qoladi. U nondagi uglevodlarni, ichidagi tarkibidagi kaloriyalarni tanamiz ishlatishga ulgurmaydi. Sababi yonida biz katta ob'yomda ovqat bilan non yeymiz. Endi nima qilish kerak? Dietada non umuman olib tashlanadi. Qora non ham daji nimaga qora non ham olib tashlanadi? Qora nonda ko'pida prosta rangi uchun qo'shadi, 30-40% oddiy un qo'shib yuboradi. Oddiy un bilan arpa, ya'ni kepe unini farqi bor. Kepe undan non yesa bo'ladi. U ichida toliq, kletchatkalar bor. U sizda o'sha oqsillar sintezida qatnashadi, kerakli bo'ladi, to'qlik hissini beradi. Shuni o'zingiz uyda tayyorlasangiz bo'ladi. Agar kepedan yoki arpadan uni o'sha un holatiga olib kelib, tayyorlab yesangiz bo'ladi. Uni ham o'zingizni sutishning normasidan oshib ketmaslik kerak. Где-то 50-100 grammgacha yesangiz bo'ladi. Uni hisobiga uglevodingizdan sal qisqartirasiz. Arpa non, haqiqiy arpa non bo'lsa, toza arpadan qilingan non bo'lsa, yesangiz bo'ladi ozgina kусокda. Endi arpa topish qiyin yoki arpali non topish qiyin holat bo'lsa, eng zo'r yechim, mana shu videoni pastida qanaqa tayyorlashni tashlab qo'yaman. Pauza qilib qo'yib olsanglar bo'ladi. Sal video tezroq olib qo'yilgan. Tvorog ovsyankada nima o'shani un holatiga olib kelib turib, ovsyankani non qilsa bo'ladi. Uni tarkibidagi moddalari sizga juda ham kerakli hisoblanadi. Oqsillar, tvorog oqsilga kiradi. Sekin singuvchi uglevodlarga kiradi ovsyanka. Shuni hisobiga buni non qilib tayyorlab olib, o'sha videodagi holatda tayyorlasangiz, где-то 9 ta 10 ta chiqadi. Shuni bir kunda ikkita yesangiz bo'ladi. Ertalab yoki obedga qo'yib olsangiz, bitta dumaloq kусокchasidan, ya'ni o'sha 250 gram tvorog, 250 gram ovsyankadan 9 ta non chiqarsangiz bo'ladi. Yana nimalar qo'shishni videoda ko'rsatilgan. O'sha holatda tayyorlab turib, agar protein bo'lmasa, u videoda protein qo'shilgan, qo'shish shart emas. Shunday ularni o'zi bilan tayyorlasangiz ham bo'ladi. Protein qo'shsangiz prosta vkusi yana ham shirinroq chiqadi. O'shani non holatiga tayyorlab olib, o'sha aytganimdek bir kусокdan yeb yursangiz bo'ladi. Sal nonga bo'lgan ehtiyojni pasaytirib turish uchun, lekin iloji boricha non yemaslikka o'zingiz o'rgatsangiz, qorningiz to'ymay qolganda salatlar yesangiz, ana shu yaxshi yechim bo'ladi. Tana o'rganadi. Nimaga o'rgatsangiz, tana shunga o'rganadi.